Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavloniya ishqibozlari. Sizlar bilan yana Farmonov Olmazbek Pavloniya haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bugun yana sizlarga Pavloniyani texnik stress qilish shartligini yana bir marta aytib o'tib ketamiz. Agrotexnikalarning birinchi asosiy siri shunda, birinchi agrotexnika stressdan boshlanadi. Ko'rtirganimizdek, nihollar bir tekisda, standart bir xil razmerni siz ko'ryapsiz. Bunga sabab texnik stress albatta. O'tgan yili noyabrda ekilgan nihollar, biri bir xili 3 metr, bir xili 4 metr, bir xili 2 metrdagi 1 metrliklarni ekamiz. Hozir esa ularda unaqa rezultat yo'q. Hammasi bir xil standart razmerda. Bu ham yana bir Pavloniyaning agrotexnikasi hisoblanadi. Boshqa rezultat olish. Past mayda kichkina anaqa rezultat shu holatni texnik stress orqali yo'q qilsa bo'ladi. Boshqa rezultatni beradi texnik stress. Undan tashqari yaqinda o'zimizga do'l tushganda barglarni ko'p Pavloniya nihollarimizni barglarini do'l teshib o'tgan. Mana o'zi ko'rganingizdek, bu holatda ham Pavloniyalar o'zini juda yaxshi saqlab qoldi. O'ziga uncha ziyon yetmadi va o'ylaymizki, bundan buyog'i unaqa holatlar yuz bermaydi va Pavloniyalar o'sishni davom etadi. Bunga kim kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va layk bosishni o'ydan chiqarmang, chunki bundan buyog'i Pavloniyani sentyabr, oktyabr oyigacha Pavloniya haqida barcha ma'lumot agrotexnikasini o'rgatib boramiz va layk va podpisatsiya bo'lishni o'ydan chiqarmang. Bu yerga yana ma'lumot uchun aytib ketamiz. Asosan 75 top Pavloniya, Santon navli Pavloniyalarni ekamiz. Buyuk Santon. Shu juda ham yaxshi. Bularga vaqt kelganda ishlamay keyin dorilarni beramiz. Kerak va o'ziga xos vitaminlar bor, o'shalarni berib